Nazira va Qobiljonning turmushi muhabbat rishtalari bilan mustahkam bog'langan edi. Taqdir ularga turmushlarining ilk yilidayoq qo'chqordek o'g'il tuhfa etdi. Ota-ona niyatlari pok, orzulari osmon bo'lib, o'g'illarining ismi jismiga monand bo'lsin deya unga Bahodir deb ism qo'ydilar. Biroq vaqt shiddat bilan o'tsa-da, xonadonda qayta chaqaloq yig'isi eshitilmadi. Oradan ancha yillar o'tdi. Bir-biriga bo'lgan sadoqat va cheksiz muhabbat sabab farzand kechikayotgani ularni munosabatlariga zarracha soya solmadi. Yillar davomidagi sabr va shukurning mukofoti o'laroq oilada Umida dunyoga keldi. Qizaloqning tug'ilishi xonadonni qaytadan quvonchga, nurga to'ldirdi. Ota-ona bor mehri va e'tiborini shu ikki farzandiga qaratib, ularni go'zal tarbiya bilan voyaga yetkazishdi. Bahodir ham, Umida ham oliy ma'lumotli bo'lib, ota-onasini yuzini yorug' qilishdi. Vaqt soati kelib, Bahodirni munosib qizga uylantirishdi. Bu vaqtda Umida ham yetilib kelayotgan edi. Bahodir qisqa fursatda ikki farzandning otasi bo'ldi. Ayoli nihoyatda odobli, epchil chiqdi. Qaynona va qaynota kelinlarining xizmatidan, fe'l-atvoridan hamisha mamnun edilar. Nazira kelinining xushmuomalaligi va pazandaligini ko'rib quvonar, shu onlarda qizi Umidaga ham xuddi shunday baxtli taqdir va vafodor yor uchrashini niyat qilib duo qilardi. Ko'p o'tmay eshik qoqib kelayotgan sovchilar orasidan munosibi tanlanib, Umidaning ham nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Taqdir charxpalagi baxt tomon aylanib, Umida ham turmushining birinchi yilida polvondek o'g'il ko'rdi. Chaqaloqqa Murodjon deb ism qo'yishdi. Ammo shirin hayot, osuda kunlar ustida to'satdan qora bulutlar paydo bo'ldi. Bir kuni xonadonga sovuq va mudhish xabar kirib keldi. Umidaning turmush o'rtog'i avtohalokat tufayli og'ir jarohatlanibdi. Oilaning tinka madori quridi. Barchalari shoshgancha shifoxonaga yetib borishdi. Bemor darhol jarrohlik amaliyotiga olingan edi. Shifoxona yo'lagida umid va qo'rquv ichida mijja qoqmay tong orttirgan oila a'zolari har bir soniyani intizorlik bilan o'tkazishdi. Nihoyat operatsiya xonasidan shifokor chiqib keldi. Uning tund va g'amgin chehrasidan xushxabar kutish qiyin edi. Umida barchadan oldin shifokorning yoniga yugurib borib, hovliqqanicha nima bo'lganini so'radi. Shifokor titroq ovozda zo'rg'a tili aylandi. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik, ammo bemorni saqlab qola olmadik. Bu so'zlar xuddi chaqmoqdek Umidaning butun borlig'ini kuydirib o'tdi. U shu onning o'zidayoq holsizlanib yerga yiqildi. Qaynonasining faryodi butun shifoxona yo'lagini tutdi. Mittigina Murodjon esa atrofdagi bu fojialarni nega hamma yig'layotganini tushunolmay mo'ltirab turar edi. 3 kunlik motam marosimlari ham ortda qoldi. Ta'ziyaga kelganlar birin-ketin uylariga tarqalar ekan, hovli avvalgidan-da hovillab, mag'zun bo'lib qolgandek tuyulardi. Musibat hammadan ham qaynonaning qaddini bukkan. U hali hanuz o'ziga kela olmay karaxt holda edi. Umida o'z dardini ichiga yutib, o'sillaridan ko'ra ko'proq qaynonasiga parvona bo'ldi. Uning ko'ngliga qaradi. Kunlar bir-birini quvib o'tsa-da, Umida uchun vaqt to'xtab qolgandek, dunyo o'z rangini yo'qotgandek edi. U ikki o'vsini bilan bir hovlida yashardi. Oila a'zolari juda oliyjanob, tushunadigan insonlar bo'lgani uchun hamma uning ko'ngliga qarar, ayab muomala qilishardi. Biroq shunda ham Umidaning qalbidagi kemtik zarracha to'lmasdi. Sezdirmaslikka har qancha harakat qilmasin, kechki ovqat mahallida o'vsillari o'z juftlar bilan birga kirib kelishganida bir-birlariga ko'rsatgan kichik iltifotlar ham Umidaning o'ksik ko'ngliga tikan bo'lib sanchilardi. Tunlari esa uning uchun haqiqiy sinovga aylanardi. Yolg'izlik vahimasi, turmush o'rtog'ini qo'msash va tushidagi qo'rqinchli ayollar uning halovatini butunlay o'g'irlagan edi. O'g'li Murodjon otasiga 2 tomchi suvdek o'xshardi. Gohida uning yuziga termilib, go'yo erini ko'rgandek bo'lardi-yu, baribir tasalli topolmasdi. Uyning har bir burchagi, shkafdagi erining kiyimlari-yu, u ishlatgan jihozlar har soniyada shirin, ammo azobli xotiralarni uyg'otaverardi.
Kundan kunga so'lib borayotgan kelinini ko'rib, qaynonasining yuragi uvishardi. Bir kuni u Umidani yoniga chaqirib, dildan suhbatlashdi. "Bolam, agar istasangiz bir muddat ota uyingizda yashab turing", dedi qaynonasi ovozi titrab. "Siz qayerda xotirjam bo'lsangiz, biz ham shundan mamnunmiz. O'z jigarbandimni yerga berganim yetmagandek, sizning ham guldek so'lib borayotganingizni ko'rishga toqatim yetmayapti." Umida ikkilanib qoldi. Aslida uning ko'ngli ham ota uyiga talpinayotgan edi. Chunki bu xonadonda hamma jufti bilan baxtli, u esa o'zini ortiqcha va yolg'iz his qila boshlagan. Qaynonasi oq fotiha berib, bu uy hamisha uning uyi bo'lib qolishini, nabirasini istagan paytda olib kelishini tayinladi. Shu tariqa Umidaning ota uyidagi hayoti boshlandi. Ota-onasi, ayniqsa tarbiyali va mulohazali kelinoyisi uni quchoq olib kutib olishdi. Yaqinlarining mehri va ardog'ida Umidaning qalbdagi g'uborlari biroz tarqagandek bo'ldi. Ota-onasining maslahati bilan u o'z mutaxassisligi bo'yicha uy yaqinidagi bankka ishga joylashdi. Ish, yangi jamoa va yumushlar uni g'amli o'ylardan ancha chalg'itdi. Baraka topkur kelinoyisi esa Umidaning o'g'lini farzandlaridan ajratmay, mehr bilan parvarishlay boshladi. Umidaning hayoti asta-sekin o'z iziga tushib borayotgan edi. To viloyatdan sovchilar kelmaguniga qadar. Bir kuni ishdan qaytsa, uyda mehmonlar borligini ko'rdi. Kelinoyisidan so'rasa, uni so'rab kelishganini aytdi. Umida hayron qoldi. "Iya, bolali beva ayolga sovchini kim qo'yibdi?" deya miyig'ida kulib, xonasi tomon yurmoqchi edi. Kelinoyisi hazil aralash gap qotdi. "Voy ayyor qiz-ey, o'zingiz sovchilarni yetaklab kelib, yana bilmaganga olasizmi?" Umida taqqa to'xtadi. "Qanaqasiga kelinoyi? Men hech kimga manzilimni ham, va'da ham bermaganman-ku. Bilmasam, sizni ishxonada yoki ko'chada ko'rib yoqtirib qolishgan shekilli", dedi kelinoyisi yumushlarini davom ettirib. Umida o'yga tolgancha xonasiga kirdi. Kiyimlarini almashtira turib chuqur xo'rsindi. Kim bo'lishi mumkin? Umida, sen yana birov bilan turmush qura olasanmi? Axir qalbingdagi unga bo'lgan muhabbating hali ham so'nmagan-ku, deya pichirladi o'ziga o'zi. Sovchilar ketgach, xonadonga bir muddat sukunat cho'kdi. Ota-ona o'z xonalarida uzoq maslahatlashishdi. Kechki ovqat mahalida hamma dasturxon atrofida jam bo'lsa-da, go'yo kelishib olgandek, hech kim sovchilar haqida so'z ochmadi. Gurunglar odatdagidek kechdi, ammo Umidaning ko'nglida qandaydir g'ashlik bor edi. Kech kirib hamma dam olish uchun o'z xonasiga tarqalgach, Umida ham o'g'lini o'ynatib o'tirar, xayollari esa tinmasdi. Shu payt eshik ohista taqilladi. "Keling oyijon, kiravering", dedi Umida onasini qadam tovushlaridan tanib. "Uyqing kelmadimi qizim?" deya iymanibgina ichkari kirdi onasi. "Yo'q oyijon, bemalol keling." Umida onasiga o'z yonidan joy ko'rsatdi. Onasi gapni nimadan boshlashni bilmay, biroz qizini ishlari, sog'lig'i haqida so'radi. Biroq onasini ko'zlaridagi xavotir va nimadir demoqchi bo'lib tutilayotganini sezgan Umida o'zi gap boshladi. "Oyijon, boyagi mehmonlar bejiz kelishmagandir. Kim ekan ular?" Onasi xijolatdan yerga qaradi. Chuqur uh tortib gap boshladi. "Sovchilar qizim, seni so'rab kelishibdi." Umida bu javobni kutsa-da, baribir vujudi titrab ketdi va u ham jim bo'lib qoldi. Onasi arang so'zida davom etdi. "U yigitni ayoli vafot etgan ekan. 4 nafar farzandi bor ekan. Shularga mehribon ona bo'ladigan ayol qidirib, yigitni xolasi kelibdi. Xolasi o'zi shu yerda, Toshkentda yashar ekan. Bankka ish bilan borganida seni ko'rib yoqtirib qolibdi. Hamkasblaringdan obdon surishtirib, keyin jiyaningga xabar beribdi. Ular asli viloyatdan ekan." Ona qizini yuziga qaray olmay, iymanib qo'shib qo'ydi. "Bolalari ko'p, yosh ham sendan ancha katta bo'lgani uchun biz ularga ro'yxo'shlik bermadik. Lekin haligi ayol juda qattiq turib oldi. Qizingiz bilan bir gaplashib ko'ring, yetimlarni boshini silasa savob bo'ladi,
Agar ma'qul desa, o'g'lini ham o'z farzandimizdek qabul qilamiz deb dangal gapirdi. Qizim, qaror seni qo'lingda. Xohlamasang, ularni qaytib uyimizga yo'latmaymiz. Sen bizga ortiqchalik qilayotganing yo'q. Faqat meni noto'g'ri tushunma. Seni yana sovchi kutishga majbur qilmoqchi emasdim. Ammo ayol qo'ymay kirib keldi-da. Onasini ko'zlari yoshga to'ldi. Umida onasini gaplarini sabr bilan tingladi. Onasini bu qadar ezilishi unga og'ir botdi. Oyjon, nega bunchalar xijolat bo'lasiz? Sizda ayb yo'q-ku. Men xafa bo'lmadim, dedi Umida onasini yupatib. Hammasi Allohning taqdiri. Peshonamizga nima yozilgan bo'lsa, shuni ko'ramiz. Lekin bir o'ylab ko'rishim kerak. U norasida go'daklar onasiz nima qilishayotgan ekan-a? Erkak kishi baribir onaday bo'la olmaydi. Hozir ular mehrga juda ham muhtoj bo'lsa kerak. Ona qizining bu gaplarini eshitib yengil tin oldi. Umidaning bunchalik tushunishini, ayniqsa o'zga bolalarning dardini his qilganini ko'rib, yuragi yorishdi. Onasi qizini yaqindagina qaytgan kulgusi yana yo'qolishidan qo'rqqan edi. Biroz muddat ona bola dildan suhbatlashdi. So'ngra onasi qiziga xayrli tun tilab xonani tark etdi. Umida esa yolg'iz qolgach, derazadan osmonga termilib uzoq o'yladi. Ko'z oldida o'zining Murodjoni va o'sha notanish 4 yetim bolakay gavdalandi. Onasi qizini xonasidan chiqib, to'g'ri otasini yoniga kirdi. Qobiljon aka hamon o'ychan, qoshlari chimirilgan holda o'tirardi. Onasi bo'lgan suhbatni so'zlab berganida, ota keskin bosh chayqadi. Yo'q, onasi, bu ish bo'lmaydi. O'sha erkak qishloqdan ekan. Shaharda o'sgan, nozik nihol qizim qanday qilib 4 ta bolaga qarab, ham qishloq sharoitida ro'zg'or tebrata oladi? Kerakmas. Hali qizimga o'ziga mos tengi chiqadi. Ularga rad javobini berib yubor, dedi qat'iyat bilan. Ertasi kuni Umida ishdan qaytsa, sovchilar yana kelib ketishgan ekan. Onasi otasining rad javobini yetkazgan bo'lsa-da, kelganlar niyatidan qaytishmabdi. Qizingiz yetimlarni boshini silasa savobga qoladi. Go'daklar ona mehriga muhtoj, duolarini olasiz, deb qayta-qayta aytishdi. Yana kelishligini aytib ketishdi. Umida xonasiga kirib, yolg'iz qolgach, uzoq o'yga toldi. Uning ko'z oldidan o'zining jigarbandi, murg'akkina Murodjon o'tdi. O'g'lim ota mehrisiz o'sayotgani uchun bag'rim eziladi-yu, anavi 4 go'dakning ona mehrisiz holi ne kechyapti ekan, deb o'yladi. Erkak kishi har qancha harakat qilmasin, bolaga ona taftini, uning issiq sovug'iga qaraydigan mehribonligini bera olmasligini tushunib yetdi. O'sha kecha Umida bir qarorga keldi. U o'zining oromidan ko'ra o'sha notanish go'daklarni baxtini ustun qo'ydi. Men roziman, dedi u onasiga. Bolalar uchun, savob uchun bu yo'lni tanlayman. Qobiljon aka qizining bu kutilmagan javobidan hayron qoldi. Avvaliga qizini bu mashaqqatli yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldi. Ammo Umidaning ko'zlaridagi qat'iyat va o'zgalar dardi bilan yashash istagini ko'rib, ortiq qarshilik qila olmadi. Mayli qizim, sening ko'ngling mening ko'nglim. Agar bu sening ixtiyoriy qaroring bo'lsa, men oq fotiha beraman, dedi ota pichirlab. Shunday qilib Umida taqdir hukmiga bo'ysunib, qishloqqa kelin bo'lib tushdi. O'zi bilan Murodjonni ham olib keldi. Mittigina bolakay yangi xonadonda qanday qabul qilish haqida o'ylab ham o'tirmas, dunyoning murakkabligidan bexabar edi. Umidaning turmush o'rtog'i Davlat aka yirik qurilish firmasida brigadir bo'lib ishlardi. U bir so'zli, atrofdagilarga gapi o'tadigan, qattiqqo'l erkak edi. Atrofdagilar esa Umidaning pok niyatini tushunishmadi. Shaharlik guldek juvon bu erkakni mansabiga, mol dunyosiga uchib tegdi, deya ig'vo va tuhmat toshlarini otishdi. Biroq Umidaning maqsadi mol dunyo emas, balki onasiz qolgan 4 norasidaga mehribon ona bo'lish, ularni ko'nglini tog'dek ko'tarish edi. Umida o'gay farzandlari bilan birin-ketin tanishdi. Katta qizi Nazokat maktabning yuqori sinfida o'qir. Qolgan 3 ukasini biri maktabga hali chiqmagan, ikkitasi esa boshlang'ich sinf o'quvchilari edi. Umida bu qora ko'zlarga mehr bilan boqib, ularni o'z jigarbandidek qabul qildi.
Ammo Nazokat yangi onasini hech ham xushlamadi. Uy yumushlarida yordamlashish o'rniga Umidaning ishlariga xalaqit berar, achchiq gaplari bilan uning diliga ozor berardi. Hattoki ba'zida ukalarini ham onasiga qarshi qayrab turardi. Shunda ham Umida, bular hali bola, onasiz qolishgan, ulg'ayishganda albatta tushunib yetishadi, deya sabr bilan ularga xizmat qilishda davom etdi. Toshkentning ozoda va tartibli hayotidan kelgan guldek kelinchak, qishloqning og'ir ro'zg'or tashvishlari, dala ishlari va 5 bolaning tarbiyasi bilan bo'lib, o'zini tamomila unutdi. U bor umrini shu oilaga bag'ishladi. Afsuski buni Davlat aka qadrlamadi. U uchrashuvdagi va'dalarini tezda unutdi. Kechalari uzoq vaqt qolib ketar, ko'ngli istagandek maishat qilib yurar, hattoki begona ayollar bilan vaqt o'tkazishdan ham qaytmasdi. Vaqti bevaqt uyga mehmonlar boshlab kelib, Umidani yana ham qiyin ahvolga solib qo'yardi. Umida esa bularni bariga indamay chidadi. Shu bolalar omon bo'lsin, bir kun hammasi yaxshi bo'lib ketadi, degan umid unga kuch bag'ishlab turardi. Umida bu xonadonga kelishidan avval o'ziga bir so'z bergandi. Bu narosidalarga haqiqiy ona bo'ladi. Nikohdan oldin bolalarni ko'rgani borganida katta qizi Nazokatning sovuq nigohiga duch kelgan bo'lsa-da, kichik farzandlarning mungli ko'zlaridagi yosh uning qalbini yumshatib yuborgandi. Hozir rozilik bermasam, bu yetimlar ertaga nima bo'ladi? degan vijdon azobi uni shu qishloqqa yetaklab kelgan edi. Mana shu o'ylar unga kuch berar, u barcha qiyinchiliklarga qaramay xonadon yumushlarini sidqi dildan bajarishda davom etardi. Butun ro'zg'orni yukini Umida o'z yelkasiga oldi. Davlat aka esa mas'uliyatni butunlay unutgan, ko'chada kayfi safo bilan kun o'tkazardi. Nazokat esa nafaqat yordam bermas, balki ukalarini qalbiga ham Umidaga nisbatan adovat urug'ini ekish bilan band edi. Biroz vaqt o'tgach, Umida qishloqdagi yirik do'konlardan biriga hisobchi bo'lib ishga kirdi. Uning halolligi va ishiga bo'lgan mas'uliyati qisqa fursatda ishxonada katta obro' keltirdi. Hamkasblari uni hurmat qilishar, ishini qadrlashardi. Biroq bu mehnatning rohatini ham o'zi ko'rmasdi. Topgan har bir so'm maoshini Davlat aka qo'lidan olib qo'yardi. Umida esa tinchlik bo'lsin deb bir og'iz ham e'tiroz bildirmasdi. Kunlarning birida Umida homilador ekanini bildi. Qalbini ajib bir quvonch va bir vaqtning o'zida qo'rquv egalladi. Erining munosabati va ro'zg'orning og'irligi sabab bu xabarni qorni bilinmagunicha hech kimga aytmadi. Vaqt soati yetib, xonadonda mitti qizaloq dunyoga keldi. Umidaga uning tug'ilishi qalbiga nur va shodlik olib kelgani uchun ismini Xushnuda deb qo'ydi. Murodjon bu uyda hamon o'zini begona sezardi. Chunki Nazokat ukalariga u bilan do'stlashishni taqiqlab qo'ygan. Ammo Xushnuda hammasini o'zgartirdi. Mitti qizaloq hammaning sevimlisiga aylandi. Opa-akalari uni yer ko'kka ishonmay, erkalab katta qila boshladilar. Shu zaylda yillar shiddat bilan o'tdi. Nazokat ham bo'yi yetgan, ko'zlari mehr va orzu bilan boquvchi qizga aylandi. Uning ham qalbi bahorni sog'inib, muhabbat ostonasiga kelib qolgan edi. Nazokatning qalbi muhabbat kurtaklarini yozdi. U o'zi bilan bir maktabda tahsil olgan Sardor ismli yigit bilan ko'ngil rishtalarini bog'ladi. Ular tez-tez uchrashadigan bo'lishdi. Nazokat sirlari ochilmasligi uchun mitti Xushnudani bahona qilar, "Singlimni aylantirib kelaman", deya uchrashuvga oshiqardi. Go'dak bo'lgani uchun bu uchrashuvlarning mohiyatini anglamas, biroq hammasiga guvoh bo'lardi. Afsuski bu yoshlik beparvoligi va nafs olovi yaxshilik bilan tugamadi. Uchrashuvlarning birida Nazokat nomusini Sardorga topshirib qo'ydi. Aynan shu kunlarda Nazokatning marhuma onasi tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslar qo'shni mamlakatdan yolg'on vasiyatni pesh qilib, sovchi bo'lib kela boshlashdi. Nazokat qo'rquv ichida bu xabarni Sardorga yetkazdi. Yigit shoshganicha uydagilarni sovchilikka yubordi. Biroq Davlat aka marhuma ayolining qarindoshlari taklif qilgan boylik va qudalik va'dalariga uchib, Sardorning sovchilarini rad etdi. Taqdir o'yini bilan Nazokat o'zi sevmagan, ammo qarindosh deb atalgan
sovchilarga unashtirildi. To'y kuni yaqinlashgan sayin Nazokatning qalbi quvonch bilan emas, balki dahshatli qo'rquv bilan to'lib borardi. U Sardor bilan bo'lgan voqeani hech kimga aytolmas, nikoh kechasi sharmanda bo'lishdan, o'limdan qo'rqqandek qo'rqardi. To'y kuni uning vujudi titroq ichida edi, ammo atrofdagilar uni shunchaki kelinlik hayajoniga yo'yishdi. Bazm tonggacha davom etib, nihoyat kelin-kuyov chimildiqqa kirishdi. Kuyov o'z mahbubasining visoliga intiq bo'lib yaqinlashar, Nazokat esa qo'rquvdan o'zini yo'qotib qo'yayotgan edi. Ko'p o'tmay kutilgan fojia yuz berdi. Kuyov chimildiqdan otilib chiqib ketdi. Hali tarqalib ulgurmagan mehmonlar hayrat bilan unga tikilishdi. Kuyovning onasi o'g'lini ahvolidan hamma gapni tushundi-yu, sharmanda bo'ldik deya faryod ko'tardi. Mehmonsaroy pichir-pichirlar bilan to'ldi. Sharmandalik hidi havoga tarqaldi. Qudalarning uyi uzoq bo'lishiga qaramay, ular shu zahotiyoq Nazokatni qaytarib olib yo'lga tushishdi. Davlat akani xonadonida janjal ko'tarildi. Shuncha yalinib yolvorib kelin qilganlar endi Nazokatni benomuslikda ayblab, ota-onasini yuziga loy chaplashdi. Davlat akaning mag'rur boshi yerga egildi. Umida esa qachon qizimizni bu qadar nazoratdan chiqarib yubordik? Qayerda xato qildik? Deya yoqasini tishlab, yuzini yopganicha yig'lardi. Garchi oraga katta janjal va nafrat kirgan bo'lsa-da, qon qarindoshlik va el yurt orasida sharmanda bo'lmaslik vajidan kuyov tomon o'zlari haydagan kelinni yana o'zlari bilan qaytarib olib ketishdi. Biroq bu kechirim Nazokat uchun jahannam eshiklarining ochilishi edi. Nazokatni qaytarib olib ketishdi-yu, biroq uning uchun o'sha xonadonda do'zax azobi boshlandi. Boshqa kelinlar yangi kelinlik gashtini surgan bir paytda Nazokat har qadamda ta'na tashnom, yuzsizlikda ayblanib, xo'rliklarga duch kelardi. Ozgina xato qilsa ham o'sha eski qilmishi yuziga solinar, go'yo u umrbod tavqi la'natga mahkum etilgandek edi. Hattoki turmush o'rtog'i ham uni pisand qilmas, ko'nglini olish u yoqda tursin, oddiy insondek muomala qilmasdi. Vaqt o'tib, birin-ketin farzandli bo'lishdi. Go'daklar dunyoga kelgach, oiladagi sovuq munosabat biroz iligandek bo'ldi-yu, ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Nazokat 3 farzandning tarbiyasi va ro'zg'or yuki bilan ovora bo'lib qolganidan foydalangan eri battar ko'chaga ruju qo'ydi. Uyga bemahalda mast holda keladigan odat chiqardi. Bu esa Nazokatning kemtik qalbini battar tilka pora qilardi. Qizlik uyiga qaytay desa, otasini qahridan qo'rqar, shu bois bariga rozi bo'lib, hayot chalkashliklari ichida davom etardi. U shundagina tushunib yetdiki, yoshlikda qilingan birgina xato insonning butun umrini ostin-ustun qilib yuborishi mumkin ekan. Fojialar ketma-ketligi to'xtamasdi. Erining ayollarga ilakishgani kamlik qilgandek, narkotik moddalar iste'mol qila boshladi. Bu qing'ir yo'l uzoqqa bormadi. Kunlarning birida dozasini oshirib yuborgani sababli olamdan o'tdi. Nazokatning boshiga musibatlar yomg'iri endi yog'ishni boshlagan edi. Erining o'limidan so'ng uning sog'lig'ida jiddiy muammolar paydo bo'ldi. Shifokorlar unga onkologik xastalik tashxisini qo'yishdi. Endi oila a'zolari uchun u nafaqat benomus, balki foydasiz bir tekinxo'rga aylangan edi. Biroq taqdir uni eng qorong'u chog'ida yolg'iz qoldirmadi. Shifoxonada davolanayotganida bir dindor ayol bilan tanishib qoldi. O'sha musofir ayol Nazokatga Allohni tanitdi. Ibodat qilishni, unga iltijo qilib dard so'rashni o'rgatdi. Nazokatning butun dunyoqarashi o'zgarib ketdi. U kechalari uxlamasdan tahajjud namozlarida yig'lab tavba qilar, kasal a'zolariga suralar o'qib dam solar edi. Har kecha suvga dam solib, o'sha suvda poklanar va Allohdan mo'jiza kutardi. Va mo'jiza sodir bo'ldi. Allohga yuzlangan, sidqi dildan nola qilgan bandaning duosi ijobat bo'lib, onkologik xastalikdan asar ham qolmadi. Shifokorlar ham hayratda. Nazokat esa shukurda edi. U o'zini qo'lga olib ishga kirdi. Alloh uning yo'llarini ochib, rizqiga baraka berdi. Yillar davomida qilgan mehnati samarasi o'laroq o'ziga alohida uy sotib oldi va qaynonasining xonadonini tark etib, o'z farzandlari bilan mustaqil hayot boshladi. Bu qiyinchiliklar ichida Nazokat bir haqiqatni teran angladi.
O'gay onasi Umidaning qadri naqadar baland ekanini tushunib yetdi. Qaynonasidan aziyat chekkan har bir onda o'z vaqtida onasiga qilgan zulmlari uchun pushaymonlikdan yondi. U o'zida kuch topib Umidaning huzuriga bordi va oyog'iga yiqilib uzr so'radi. Umida esa pok qalbli ayol emasmi, qizini darrov kechirib, haqqiga duolar qildi. Bugungi kunda erishgan barcha yutuqlarida o'sha mushtipar ayolning duolari borligini Nazokat yaxshi bilardi. Endi Nazokatning maqsadlari katta. Uning katta ukalari ham voyaga yetgan, uylanish yoshiga kelib qolishgan edi. U ikki ukasini baravar uylantirib, qo'sh kelin tushirish niyatida el qatori qiz qidirishga tushdi. U endi hayotning pastu balandini ko'rgan, iymon bilan mustahkamlangan baxtli ayol edi. Yillar o'tib Umidaning o'z jigarbandi Murodjon ham bo'y yetib, mard yigit bo'ldi. Garchi qishloqda voyaga yetgan bo'lsa-da, u ko'proq Toshkentda tog'asini qo'lida tarbiya topdi, hunar o'rgandi. Shahar hayoti uning dunyoqarashini o'zgartirdi va u zamonaviy bir qizni sevib qoldi. Biroq Umida bu safar o'zini boshqacha tutdi. Balki uzoq yillik qishloq hayoti, balki Nazokatning achchiq qismati uni ehtiyotkor qilib qo'ygandir. Har holda o'g'lini sevgisiga qarshi chiqdi. Soch kalta qizni kelin qilmayman, deya qat'iy turib oldi. Murodjon onasini chizgan chizig'idan chiqolmadi. Umida o'zi munosib ko'rgan, ota-onasidan barvaqt ayrilgan bir yetim qizni kelin qildi. To'y poytaxtda, tog'asini hovlisida dabdaba bilan o'tdi. Bir haftadan so'ng qishloqda yana bir to'y bo'lib, kelin tushdi. Umida bu tanlovda adashmagan edi. Kelini go'zal, itoatli va g'oyatda pazanda chiqdi. Hattoki Murodjonning sobiq sevgilisi qiziquvchanlik qilib, onasi meni sochimni kalta deb rad etgandi. Qani ko'raychi, qanaqa sochi uzun qizni olib beribdi, deya mehmon bo'lib kelganida ham kelinning odobiga tan berib qaytdi. Biroq Davlat akani o'g'illarini uylantirish vaqti kelganida haqiqiy mashmasha boshlandi. Davlat aka har doimgidek o'z so'zini o'tkazishni xohlardi. Umida yigitlarni oq yuvib, oq taraf voyaga yetkazgan, ularning kelajagi uchun qayg'urib qarindoshlar o'rtasida nikohdan qo'rqardi. Farzandlari nogiron tug'ilishdan qo'rqaman. Keling, begona joydan qiz qidiraylik, deya yolvordi Umida. Ammo Davlat aka va uning akalari Umidani bu gaplarini ko'rolmaslikka yo'ydilar. Davlat aka o'z ammasining va tog'asining qizlarini kelin qilishga, qarindoshchilik rishtalarini mustahkamlashga ahd qildi. Qishloqda hali beri bo'lmagan dang'illama, dabdabali qo'shaloq to'y berildi. O'g'illarini fikri so'ralmadi ham. Ular otasining izmi bilan qarindosh qizlarga uylanishga majbur bo'lishdi. Vaqt o'tishi bilan Umidaning qo'rquvlari haqiqatga aylandi. Katta o'g'lini farzandi sog'lom tug'ilgan bo'lsa-da, ikkinchi o'g'lini uyda fojialar boshlandi. Ularning ilk farzandi mitti qizaloq, ko'zida nuqson bilan dunyoga keldi. Ikkinchi farzandi esa tutqanoq xastaligi bilan tug'ilib, ko'p o'tmay vafot etdi. Ketidan tug'ilgan uchinchi farzand esa butkul nogiron edi. U na ko'rar, na eshitar va na yura olardi. Bugungi kunda o'sha baxtsiz qizaloq 20 yoshga kirdi, ammo hamon onasining qo'liga qarab qolgan. Umida bu xonadondagi g'am anduhni ko'rib, ich-etini yeydi. Meni gapimga kirmadingiz. Mana endi norasidalar qiynalyapti, deb eri bilan tez-tez aytishib qoladi. Davlat aka ham endi kech bo'lsa-da qilgan xatosini, ilm va tibbiyot qoidalariga qarshi chiqqanini badalini tushunib yetayotgandir. Biroq vaqtni ortga qaytarib bo'lmasdi. Umida esa hamon o'sha xonadonning ustuni bo'lib, o'g'illarining bu og'ir qismatiga hamdard bo'lib yashashda davom etmoqda. Faqat eng kenja nabiraning sog'lom tug'ilgani bu g'amli xonadonga bir parcha nur olib kirgandek bo'ldi. Nazokatning hayoti ham izga tushib, u o'zini mustaqil ayol sifatida tiklab olgach, unga turmush qurish haqida takliflar ko'p bo'ldi. Biroq u har safar qat'iy rad javobini berardi. Marhum eridan qolgan achchiq xotiralar uning qalbida erkaklarga nisbatan kuchli nafrat va ishonchsizlik uyg'otgan edi. Buning ustiga u o'g'illarini begona erkakning qo'lida xor qilishni
Ularning murg'ak qalbi rashk va o'ksiklik bilan og'rishini aslo xohlamasdi. Nazokat hatto o'sha qabih xastalik, saraton ham uning yillar davomida to'planib qolgan nafrati va ichki alamining asorati deb bilardi. Shifoxonada yotgan kezlari poytaxtga borib davolanganida Umidaning qarindoshlari unga o'z jigaridek qarashdi. Moddiy va ma'naviy ko'mak berishdi. Mana shu mehr oqibat Nazokatning ko'zini ochdi. U o'zining haqiqiy suyanchi aynan o'sha o'gay deb bilgan onasi ekanini butun vujudi bilan his qildi. Davlat aka esa qanchalik badavlat, obro'li bo'lmasin, farzandlariga mulk qoldirish, ularni kelajagini ta'minlash haqida o'ylamasdi. Topganini faqat o'zining kayfu safosiga, qarindosh urug'lari bilan maishat qilishga sarflardi. Umida esa bu yillar davomida o'z maoshini ham erini qo'liga tutqazdi, lekin biror marta minnat qilmadi. Uning o'rnida boshqa ayol bo'lganida, balki mening o'g'limga uy-joy qilib ber, seni bolalaringni katta qilyapman-ku, deb janjal ko'tarishi mumkin edi. Biroq Umidaning g'ururi va iymoni bunday pastkashlikka yo'l qo'ymasdi. Umidaning sabri ojizligidan emas, balki irodasidan edi. U erining jerkishlariga, xiyonati va yoqmasa yo'ling ochiq, ketaver degan qadrsizlantirishlariga indamay chidadi. Uning boradigan joyi yo'qligi uchun emas, balki ko'ziga mo'ltirab turgan, onasiz qolgan go'daklarini tashlab ketishga ko'zi qiymagani uchun qoldi. U o'z baxtini o'sha bolalarning tarbiyasiga qurbon qildi. Shu zaylda yillar daryo kabi oqib o'tdi. Umidaning ham yuzi va qo'llarida vaqt izlari, ajinlar paydo bo'lib, yoshi bir joyga yetib qoldi. Lekin u baribir o'sha qalbi daryo, sabri tog'dek matonatli ayol bo'lib qolaverdi. Farzandlarining hammasi uyli-joyli bo'lib, hayotning katta davonlaridan o'tib bo'lgach, Umida nihoyat o'z sog'lig'iga vaqt ajrata boshladi. 40 yillik mashaqqat o'z asoratini ko'rsatmay qolmagan edi. U murakkab jarrohlik amaliyotini boshidan kechirdi. Aslida bu qishloqning havosi, to'xtovsiz esadigan shamollari va suvi Umidaga hech qachon yoqmagan edi. Yillar davomida u doim bosh og'rig'i va holsizlik bilan kurashib yashadi. Biroq farzandlarining kamoli uchun bu noqulayliklarga ham tishini tishiga qo'yib chidadi. Farzandlari tinib tinchigach, hatto Qaysar va bir so'zli Davlat akaning ham ko'ngli yumshadi. Keksayib, ayolini qadrini tushunib yetgani yoki sog'lig'i yomonlashayotganidan xavotir oldimi, har holda Umidaning Toshkentga borib yashab kelishiga ruxsat bera boshladi. Toshkentning havosi senga yoqadi. O'sha yerda ko'proq dam olib kel, derdi u. Bu orada poytaxtda o'g'li 5 farzandning otasi bo'lgan Umida nabiralariga qarashish, ularni mehridan bahra olish uchun Toshkentga tez-tez boradigan bo'ldi. Biroq qishloqning g'iybatlaridan qochib bo'larmidi? Davlat aka ishdan to'xtab, uyda o'tirib qolganini ko'rgan ba'zi kimsalar ayoli uni tashlab ketibdi degan asosiy gaplarni tarqatishdi. Umida esa bu so'zlarga e'tibor bermas, poytaxtdagi to'y ma'rakalarda ishtirok etib, qishloqqa qaytganida qizlari uni ko'rgani oshiqishardi. Umida asli juda o'qimishli, ziyoli va iqtidorli ayol edi. Biroq uning bu qirralari qishloq hayoti va ro'zg'or tashvishlari orasida ko'milib qolgan edi. U krossvordlar tuzishga, mantiqiy savollar o'ylab topishga ishqiboz edi. Hattoki Rossiyaning mashhur Poli Chudes ko'rsatuviga bir necha bor savollar yo'llab, taklifnomalar ham olgan edi. Biroq taqdir o'yinini qarang, birinchi safar jarrohlik amaliyoti sabab bora olmadi. Ikkinchi safar katta qizining to'yi arafasi edi. Uchinchi safar esa mablag'i yetmadi. To'rtinchi bor eri bilan borganida ham qatnashish nasib etmadi. Uning bu iqtidori va amalga oshmagan shirin orzulari qalbida bir umrga armon bo'lib qoldi. Ish joyida ham hamkasblari unga doim havas bilan boqishardi. Toshkentdan kelgan ozoda va go'zal ayol nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki madaniyati bilan ham ajralib turardi. U ishga yangi kelgan yosh mutaxassislarga o'z uyida dasturxon yozib, ish sirlarini erinmay o'rgatardi. Umida Allohni taniydigan, birovga ozor berishdan qo'rqadigan
qalbida nafratga joy bo'lmagan haqiqiy bag'rikeng inson edi. Yillar o'tib farzandlari ulg'ayib, o'zlari ham ota-ona bo'lganlaridan so'ng Umidaning qadrini yanada teranroq anglay boshladilar. Nazokatgohida onasini yoniga kelib, hayratini yashira olmaydi. "Ona, bizga qanday chidadingiz? Vaqt keladi inson o'zini jigarbandi, o'z tuqqan bolasini injiqlariga toqat qila olmay qoladi. Siz esa bizga biron marta o'gaysizlar deb muomala qilmadingiz. Bizni asrab-avaylab, go'zal tarbiya berdingiz." Umidaning Davlat aka bilan turmushidan ko'rgan qizi Xushnuda ham barcha opa-akalarining ardog'ida voyaga yetdi. Opa-akalar uni hech qachon ajratishmadi. Kichikligida birovlar "Bu o'gay singlingmi?" deb so'rashsa, "Yo'q, bu meni haqiqiy singlim" deya ko'ksilarini qalqon qilishardi. Xushnuda ularning ichida eng o'qimishlisi bo'lib yetishdi. Endilikda opa-ukalar har bir ishda undan maslahat so'raydigan, uning bilimini hurmat qiladigan bo'lishdi. Bularning barchasi Umidaning o'z farzandlari orasida begonalik devorini o'rnatilmagani, aksincha mehr rishtalarini bog'lagani mevasi edi. Davlat akaning qattiqqo'lligi, fe'li chatoqligi sabab bolalar hatto o'z xohish istaklarini aytishga ham qo'rqishardi. Shunday paytlarda Umida ularga qalqon bo'ldi. Farzandlarining gapi uchun eri bilan oraga tushar, kerak bo'lsa jerkishar va kaltaklariga ham bardosh berib, bolalarini so'zini yetkazadigan vositachi bo'ldi. U o'zini o'tga cho'qqa urib bo'lsa ham bolalarini otasini qahrdan asradi. Vaqt o'z hukmini o'tkazib, Davlat aka ham bu dunyoni tark etdi. Bugungi kunda Umida barcha farzandlarining boshida duogo'y, mo'tabar onaxon. Farzandlari uni yer-u ko'kka ishonmaydilar. Ularning sa'i harakati bilan Umida muqaddas umra safarlariga borib, Allohning baytini tavof qilib qaytdi. "Onajon, yaxshiyamki siz otamga turmushga chiqqansiz", deyishardi farzandlari unga minnatdorchilik bilan. "Agar siz bo'lmaganingizda bizni taqdirimiz nima kechardi? Alloh biladi. Siz bizga onadan ham ortiq bo'ldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin." Umida o'tgan umriga, chekkan zahmatlariga aslo achinmaydi. U o'z orzulari, tinchi va salomatligini mana shu 6 nafar farzandining baxti uchun fido qilganidan mamnun. Bugun u o'zining mo'tabar yoshida farzandlarini rohatini ko'rib, har bir kuni uchun shukronalar aytib, xotirjam yashamoqda. Zero sabr bilan tikilgan mehr daraxti oxir oqibat eng shirin mevalarini bergan edi. Muallifdan. Azizlar, hikoyamiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Umidaning hayoti bizga bir haqiqatni yana bir bor eslatadi. Onalik bu shunchaki dunyoga keltirish emas. Onalik bu oq yuvib, oq tarash, birovni bolasini o'z jigarbandidek ardoqlash va bir butun oilani mehr rishtalari bilan bog'lay olishdir. Sabrning tagi sariq oltin deydilar. Umida ham o'z hayotini qurbon qilib, bugun 6 farzandning duosi va baxti timsolida eng buyuk mukofotni oldi. Zero qalb bilan qilingan yaxshilik hech qachon javobsiz qolmaydi. Inson hayoti davomida ko'p sinovlarga duch keladi. Kimdir qiyinchilik oldida tiz cho'kadi, kimdir esa Umida kabi sabr tog'iga aylanadi. Bu hikoya nafratni mehr bilan, begonalikni jigarbandlik bilan yenggan ayol qissasidir. Nazokatning kechikkan pushaymonligi va Umidaning cheksiz kechirimliligi barchamizga dars bo'lsin. Dunyoni faqat mana shunday bag'rikeng insonlar va beg'araz muhabbat qutqara oladi. Siz Umidaning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Shuncha jabr va qadrsizlikka chidab, o'gay farzandlar uchun umringizni fido qila olarmidingiz? Hikoyamiz qahramoni tanlagan yo'l haqiqiy qahramonlikmi yoki ayollik qismatimi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Zero har birimizning hayotimiz yozilmagan bir hikoyadir.